Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Xudo xohlasa sizlar bilan bugun uchburchak tengligi mavzusini o'tamiz. Bu darsimiz IDC dan darsimiz bugun xudo xohlasa. Xo'p, 4-dars ekan. Boshladik. Uchburchak tengligi. Uchburchakda o'rganganmiz. Nimada? Uchburchak tengligi bu nima ekan desa, A, B, S uchburchak berilgan bo'lsin. Mana shu uchburchak mavjud bo'lishligi uchun, uchburchak bo'lishligi uchun nima bo'lishi kerak desa, ixtiyoriy ikkita tomonning yig'indisi uchinchisidan katta bo'lishi kerak. Tushundinglarmi? Ixtiyoriy ikkita tomonning yig'indisi uchinchisidan katta bo'lsin degan qoida ketadi. Mana shu qoida. Va bu qoidaga qo'shimcha ravishda yana bir narsa aytib o'tamiz. Endi bularning ayirmasidan modulida katta bo'lsin. Mana shu uchinchi tomonimiz. Tushundinglarmi? Mana shu narsa uchburchak tengligi bo'lib qoladi. Bo'ldi. Bu degani nima desa, sizga savol berishim mumkin, hurmatli o'quvchilar. Mana bunday tomonimiz 5, bu tomonimiz 7, x ni toping. X qaysi oraliqda degan savol beriladi. Ya'ni x qaysi oraliqda bo'lsa, uchburchak yasash mumkin. Demak, biz boshlaymiz. Oson yo'l. Bularni qo'shasiz. 12. 12 dan kichkina bo'lishi kerak. Iris 2 bo'ldi. -2 devam olmaydi, chunki modul olamiz. Tushundinglarmi? Mana shu narsa uchburchak tengligi hisoblanadi. Qiyin emas, juda ham sodda. Endi yana uchburchakda qoidalari ko'p. Mana bu qoidani esdan chiqarmasligimiz kerak. Tomonimiz A, B, S bo'lsin. Burchak alfa, beta, gamma bo'lsin. Endi eslab qolasizlar. Mana shu qoida bir-birini doim qanoatlantiradigan qoida. Ya'ni nima degani? Mana shu narsani tushuntirib o'taylik. Qaranglar. Agar dedi tomonlar munosabati mana shunday holatda ketyapti. Ya'ni nima bo'lsa, kichkina tomon qarshidagi burchak o'zi kichkina bo'ladi, ya'ni. Tushundinglarmi? Yo'qsa kichik burchak qarshidagi tomon kichkinasi bo'ladi, eng kichik bo'ladi. Eng kattasi S bo'lyaptimi? Shuni qarshidagi burchak ham eng katta bo'ladi. Tushunarlimi? Uchburchakda shunaqa bo'ladi. Yoki bo'lmasa teskarisi. Eng katta burchak qarshisida eng katta tomon joylashgan bo'ladi. Tushundinglarmi? Qiymas ekan, mana shu qoidani esdan chiqarmasligimiz kerak. Xo'p, endi boshlaymiz. Hozir derazani ochib olaylik, havo kelsin. Yomg'ir yoqqanda mana shunaqa havolardan nafas olib turaylik. Xo'p, qarang, bunga misol tariqasida boshlaymiz. A, B, S. Bu yerda aytyapti, tomonlar qanday yoki tomonlarni o'z tartibida joylashtiring, kamash tartibida joylashtiring degan savol keladi. Buning uchun biz nima qilamiz? Burchaklarni aniqlaydi. Ya'ni 76 ga 48 qo'shsa necha bo'lsa, 124. 124 bo'lsa 180 dan olsak 56 mana. Biz topib oldik, to'g'rimi? Endi boshlaydi. Eng kichkina qarshisida nima turibdi? A turibdi. Undan keyin B turibdi. Undan keyin S. Mana bu o'sish tartibida joylashish bo'ladi. Tushunarlimi? Kamayish tartibida esa naborot o'rnalashib qoladi. Shunga ham e'tibor bering, chunki o'rtasida mana bu belgini qo'ymay qo'yaveradi-da, ko'pchilik chalib qolishi mumkin. Tushunarlimi? Xo'p, davom etamiz.
Rasmda berilgan ma'lumotlarga ko'ra kesmalar uzunliklarini o'z shtatida joylashtiring deyapti. A, B, C, D, E bo'ldi. Xo'p, joylashtiramiz. Qanday boshladik? Qaranglar. Avvalambor biz mana bu kichik uchburchakka qaraydigan bo'lsa, ya'ni bu uchburchamiz mana bu narsa. Misol mayda A, mayda B, mayda C, mayda D deb oladi bo'lsa, A, D, C uchburchakka qaraydigan bo'lsa, mana bu burchamiz 40, bu burchamiz 60. Mayda demak bundan kelib chiqadi 80lik, to'g'rimi? Endi bu uchburchak bo'yicha joylashtiradigan bo'lsam, kichik uchburchamiz bo'yicha eng kichkinasi bu yerda E bo'ldi. O'z shtatida ketyapmiz. Qaranglar, o'z shtatida joylashtirilganda mana ishorani qo'ymasdan undan keyin misol uchun D, undan keyin C deb ketsak bo'laveradi. Endi keyingi uchburchamizni qaraydigan bo'lsak, 70, bo'shisi bu 80, qo'shsa necha bo'ldi? 150. Mayka demak necha qoldi? 30 qoldi, to'g'rimi? Demak, A, B, C uchburchak uchun C tomon eng kichkinasi, to'g'rimi? Undan keyinchisi esa B tomon bo'lyapti, undan keyin A tomon. Mana o'z shtatida joylashtirdik. Ya'ni o'rtasiga katta kichik belgisini qo'yish shart emas, tushunarlimi? O'z shtatida joylashtirganda shunday yozib ketaverasiz. Tushundinglar? Mana shu oddiy narsa, qiyin emas. Xo'p, davom etamiz. Endi mana shu tomonlar berilgan bo'lsa, burchaklarga ko'ra turlarni topishni aniqlaymiz. Ya'ni bu nima desa, misol uchun burchaklarga ko'ra turlari bor o'zi nimamizda. Turlar. Burchaklarga ko'ra turlari, ya'ni uchburchakni. Uchburchakni. Birinchisi hop, o'tkir burchakli uchburchak. Ikkinchi to'g'ri burchakli uchburchak. Uchinchi esa o'tmas burchakli uchburchak. Endi tushuntirib o'tay. O'zi to'g'ri o'tkir burchakli uchburchak qanaqa uchburchak esa, o'tkir burchakli uchburchakda mana shu ko'rib turgan hamma burchagingiz, mana alfa, beta, gamma desa, hammasi eslab qolasiz 90 gradusdan kichik bo'lib qoladi. Endi albatta 0 ga yetib oladi. 90 dan hammasi kichkina bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi to'g'ri burchakli uchburchak desa, qaysidir bitta burchak 90 gradus bo'ladi. Ya'ni bittasi bor, o'tmas burchakli uchburchaklar desa, mana asosan mana shu ko'rinishda olsa bo'ladi. Bitta burchagi 90 dan katta bo'ladi, 180 dan kichik bo'ladi mana. Shu 90 va 180 orasida bo'ladi, mana shu narsa. Endi bizga burchakni emas, tomonlarni berib qo'ysa, qanday topamiz degan joy keldi. Mana qaraylar, boshladik. Misol uchun mana 4, 5, 6 misol uchun. Shuni turini aniqlaying desa, siz nima qilasiz? Birinchi o'rindagi eng katta tomon 6, mana shu bo'ldi. Bizga kerak bo'ladigan joy. Kichik tomonlarning kvadratlar yig'indisidan katta tomonlar katta tomon kvadratini taqqoslaymiz. Kelishdingmi? Bularni kvadratlaymiz. Necha bo'ldi? 16, 25, 41 bo'ldi. Bunimiz 36 bo'ldi. Qaysi tomon katta? Bu tomonmi? Ya'ni mana bu kichik tomonlar kvadratlar yig'indisi katta bo'lsa, bu o'tkir bo'ladi. Tushunarlimi? Agar teng bo'lsa-chi, misol uchun mana 5, misol uchun uchburchakni bunday ko'rishimiz, bunday ko'rishtiramiz. Mana 5, 12, 13 desak, misol. Nima qilasiz? 5 kvadratga 12 ni kvadratini qo'shganim 13 kvadrat bilan taqqoslayman. Buni kvadratlaymiz 169, buni kvadrat esa 169. Endi ikkovsi o'zaro teng bo'ldimi? Buni bo'lsa, ma'nosi o'tkir edi. Bunisi esa to'g'ri. Endi keyingi qismga yetib keldik. Mana bu holatimiz. Endi chizmani endi hurmatli o'quvchilar, mana o'tmas burchakligini ko'rsatib qo'ydik-ku, lekin bu yerda nima qilasiz? Unday qilmaysiz sizga. Chizmani oddiy qilib chizib beradi, mana bunday qilib beradi. 2, 3, 4 deb beradi, bo'ldi mana. Nima qilasiz? 2 ni kvadrat, 3 ni kvadrati, 4 ni kvadrat. Taqqoslashmiz, bu yoq 13, bu yoq 16. Bu katta. Ya'ni katta tomonning kvadrati katta bo'lib qoldimi?
Bu paytda bu o'tmas burchakli uchburchak bo'ladi. Tushundinglarmi? Ya'ni formula jihatida sizlarga qanday beriladi desa, qarang. A ning kvadratiga b ning kvadrati katta s ning kvadratidan deb qo'yadi. Birinchi holatimiz. Ikkinchi holatimiz a ning kvadratiga b ning kvadrati teng s ning kvadrati. Uchinchi holatimiz esa a ning kvadratiga b ning kvadrati kichik s ning kvadrati. Mana bu nima aytgansa, uchburchak turini aniqlash, burchakga ko'ra turini aniqlash faqat tomonlar yordamida bo'ladi. Tushundinglarmi? Qiymas ekanmi? Davom etaylikmi? Hop. Hop. Mana yedi. Bura. Davom etamiz. Nimalar tushunsa bo'ladi. Hop, endi bu yerda bizga kerak bo'ladigan ikkita narsani o'rgatib ketamiz. Hurmatli o'quvchilar, bu narsa nima desa, birinchi o'rinda o'rta chiziq degan tushunchani kiritib o'tkazsak, o'rta chiziq bu nima desa, eslab qolinglar. Qarang. Yon tomonning o'rtalarini tutashtiruvchi chizig'imiz o'rta chiziq bo'ladi. Buni asosiy vazifasi nimadan iborat? Shu bo'lib olishda yon tomonlar o'rtasini va asosda yarimga teng bo'lib olishda. Asosimiz a bo'lsa, bu a taqsim 2 bo'lib olishda. Tushunarlimi? Mana shu o'rta chiziq bo'lib qoladi. O'rta chiziq bo'lyapti? Qaydan bilyapsiz? Yon tomonlar o'rtasida. Bu asosda yarimga teng. Bo'ldi, shunday olib ketasizlar. Keyin mediana degan tushunchani ketib olishimiz kerak. Qaranglar. Mediana degan narsa nima desa, tomon bunday tushadi-da, tengga bo'laveradi. Bizga mediana nimaligini tushunib olsak bo'ladi hozircha. Mediana tushyaptimi, tomon tengga bo'ladi. Shu narsa xolos-da. Ya'ni tomon tengga bo'layotgansa mediana bo'ladi deganimiz. Xo'p, endi bu bizga nima keragi bor desa, qarang. Bu tomonni a deylik, bu tomonni b deylik, medianamiz x deb olsak, hozircha. Endi ana shu paytda x qaysi oralikda bo'ladi degan savolga javob beramiz. Mana shu o'zi bu ham model shart emas edi, o'zimda model qo'yib beribman. Qarang. Ayrimasining yarmidan katta bo'ladi, yig'indisining yarmidan kichik bo'ladi. Shu holat. Tushunarlimi? Shuni esdan chiqarmaydi. Xo'p, endi buni formula qayerdan kelib chiqqan degan bo'lsa, uni Puza geometriya darsligida qo'yib qo'yganmiz, YouTube'da tayyor turibdi. Endi buni hozir keltirib chiqarib vaqtingizda olmay yozib olasizlar. Xo'p. 9-misolga qaraydigan bo'lsangiz, mana bu uchburchagimiz berilyapti. Bunisi 30, bunisi 40. Endi yana bir narsani aytib o'tamiz. Bu yerda hop A, B, S, D, E ekan mana bu. Shu yerdagi ular eng minimum qiymatini toping deyapti, eng kichkinasi. Shu tomonlar ichida eng kichkina, misol uchun mana A, B mi yoki bo'lsam misol uchun deylik B, S mi yoki bo'lsam E, D mi yoki E, S mi deyapti. Qaysi biri? Faqat bu yerda hop 6 tomonga B yo'q ekan, B yo'q. Tushunarli? Boshladik. Demak, nima qilamiz? Avvalambor bizga berilgan burchaklarni yozib olsak, xo'p, necha bo'lsa 40, 30, 70. Mana bunga necha qoladi? 180 narsa 110. Tashqisi demak 70 ekan. 30, 70 necha bo'ldi? Bu necha? 80. Endi e'tibor beradigan joyimiz mana shu joyda qaranglar, hurmatli do'stlar. Burchaklarni mana bu katta uchburchakka qarasak, A, B, S uchburchagiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima bo'ldi bu? Uchburchagimizda xo'p, eng kichkina tomon B, S bo'ldimi? A, B, S uchburchagida eng kichkinasi B, S bo'ldi. Endi B, S'da ham B, S'dan ko'ra E, S kichikroq, to'g'rimi?
Chunki undan ma'lum bir bo'lak olinyapti-da. Endi esa kichkinali bilinib turibdi. Narigi uchburchakka qaraymiz. Bu uchburchakda eng kichkinasi qaysi biri bo'layotganini ko'rib olaylik. 40 gradus qarshi tekan bu 30 gradus. Demak, esa eng kichkinasi. Esa minimum qiymat hisoblanib qoladi. Bo'ldi shu. Tushundinglarmi? Xo'p. Demak, boshladik. 15-chi misol. 6, 8, 2x plus 2. Demak, nima bo'ladi? Ayrimamiz nechi bo'ldi? 2. 2 dan katta 2x plus 2. Kichik nima bo'ldi? Yig'indisi 14 bo'ldi. Esimizda bo'lsa, yig'indisidan kichkina bo'lishi kerak. Ayrimasini modulidan katta bo'lishi kerak degan qoida bor. 2 ga bo'lib o'ramiz hammasini. 2 ga bo'lib chiqaman. 2 ga bo'lsam 1, 2 ga bo'lsam x, 2 ga bo'lsam 1, 2 ga bo'lsam 7. 1 da ayrib o'raman. 1 ni bu tomondan ayirsam nima bo'ldi? 0. 1 bu tomondan ayirsam 6. X'imiz qaysi orada bo'lishi kerak degansiz? 0 va 6 oralida. Ana shunda bizga shart to'g'ri kelaveradi ekan. Tushunarlimi? Davom etamiz. 19. Men 19 mayli ekan, uzr adashib ketdim. 19-misol. Endi biz mana shu yerda uchburchagimizga ko'ra qaraymiz. Boshladik. Uchburchak tenglikni ko'rib chiqamiz. Avvalambor 5 plus x plus 4 katta bo'lishi kerak 8 dan deymiz. Nima nima bo'ladi desa, x katta bu yerda nima bo'ladi? To'xtaylik, bitta shartni ham qo'shib ketishimiz kerak edi. Ikkinchi shartini ham qo'shib ketamiz. Narigi ayirma shartini qo'shishimizda uni o'rniga mana shu shartni qo'shamiz. Qaranglar. 5 ga qo'shamiz 8 ni x plus 4 dan katta bo'lsin. Ya'ni x ta tomonining yig'indisi 3-dan katta bo'lsin degan shart bor edi-ku. Ana shu shartni qo'llayapmiz, faqat ikkita tomon bo'yicha. Birinchi mana bu 8 ga nisbatan, ikkinchisi x plus 4 ga nisbatan. Demak, 5 ga nisbatan qo'llamayapmiz. Chunki 5 dan 8 kattami? Bo'ldi. Bularning yig'indisi o'zi avtomatik katta bo'lib qolaveradi. Unisini qo'llash shart bo'ladi. Buni sistema sifatida biz qaraydiganmiz. Boshladik. 5 ga 4 qo'shsam bu yoqqa o'tib, nima bo'ldi? 9 ayrib bo'lsa 1 dan katta bo'lishi kerak. Xo'p, endi 4 da ayrib bo'ladigan bo'lsa, x kichik 9 dan bo'lishi kerak. Ya'ni qiymatimiz nima bo'lyapti desa, -1 dan katta, 9 dan kichik oraliqda bo'ldi. Biz qaysi uchburchakka qaraydi desa, tepadagi uchburchagimizda shunday keldi. Pastdagi uchburchagimiz ham bor. Hozirgi qoidaga ko'ra, pastdagi uchburchakni ham qo'llaydigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Mana qarang. Xo'p, 6 ga 8 da yig'indisi katta bo'lishi kerak, 2x plus 2 da. Keyingisi esa xo'p 6 ga 2x plus 2 ning yig'indisi katta bo'lishi kerak 8 da. Mana ikkita tomonga nisbatan qo'lladik. Demak, endi nima bo'ladi desa, qaranglar. 2 ni olib o'tasiz. 12 katta 2x da. Bunda esa 6 2 8 bu yoqqa olib o'tsangiz 2x katta 0 da. Bulardan kelib chiqadigan narsa nima bo'ldi desa, x kichik 6 dan x katta 0 da. Endi qaranglar, bu tenglikimiz aytayaptiki -1 9 orasida. Bunisi aytayaptiki 0 6 orasida. Demak, nima bo'ladi? Qarang mana. Son o'qida chizib turib, siz bu yerda -1 ni 9 ni belgiladingiz. Shu oraliqdagi sonlarni olyapman dedingiz, to'g'rimi? Ikkinchisi aytayaptiki 0 ni belgilatdi, bu yerda 6 ni belgiladik. Men dedi 0 dan 6 gacha olaman. Ikkalasini ham jamlaydigan yechim qaysi bo'ladi shu yerda? Ikki shartni ham jamlaydigan yechimimiz. 0 dan 6 gacha bo'lganmi? Ha, ana. Tushundinglarmi? Ikkosiga ham qo'yib turib, nima qilamiz ekan? Umumiy holatni olib qo'yamiz. Davom etamiz endi. Xo'p, endi bizda hurmatli o'quvchilar 23-misolimiz bor. Chizmasini jichani to'g'ri chizib qo'ydim. Endi xafa olmaysizlar, mana. Boshladim. Demak, endi nima qilamiz? Xo'p, qarang.
Mana bunda chiziq oladigan bo'lsa, uchburchakka bo'lish maqsadida. Mana A, B, C, D desak, BCD uchburchak uchun boshlanadi. Mana bu joydagi tomonimiz, misol Y deb farasda Y qaysi holatda bo'lsa, qo'shamiz 13, 13 dan kichik bo'ladi. Ayrimiz 3. 3 dan katta bo'ladi. Endi mana bu bizga mana bu yerda sonimiz bizga nima? Ma'lum emas-da, u ham o'zi oraliqda-da, qaysi sonlar ichida-da, to'g'rimi? Endi biz mana shunda foydalanamiz, qaranglar. X mana shu bilan taqqoslaymiz. Yig'inni endi mana eng katta holatda olamiz-da, ikkosini ham. Buni eng katta holati ham bor. Aniq bizga ma'lum 10. Buni eng katta holati esa 13 ga shunaqa yaqinki, 13 deb olaveraylik. 10 ga 13 qo'shsa 23 mi? Lekin 13 dan kichik bo'lgani uchun bu ham 23 dan kichik bo'lib qoladi. Endi ayrimada ko'pchilik xato qilishni boshlaydi bo'lsa, 10 dan 3 ta ayirib turib bo'ldi, 7 deb qo'yadi. Yo'q, 7 qilsangiz xato hisoblanadi. Nimaga? Sababini tushuntirib o'tay. Mana bu joyimizni 10 deb olsak, Y 10 qabul qila oladimi? To'g'rimi? Y 10 ni qabul qila oladimi? Ha. 10 dan 10 ayirmasmi? 0 mana. Tushundinglarmi? Ya'ni ikkita bunday 10 bo'lgan kesmamiz bor. Ularning o'rtasida bitta misol uchun birlik yoki bo'lmasam buni birdan ham kichkina bo'lgan kesma hosil qilish mumkin-da. Ana uni bir-biriga yaqinlashtirgan sari nima bo'lib qoladi? Tushunchamiz hosil bo'laveradi, lekin ana son kichrayishni boshlaydi uni uchinchi tomonimiz, to'g'rimi? Shuning uchun 0 ga topsa bo'ldi degan joyga kelib qolyapti. Tushundinglarmi? Kichigini topayotganimizda mana shu kichigini topayotganimizda, hurmatli o'quvchilar, kichigini topayotganimizda nima qilasiz desa, oson yo'l bor, chalg'imaslik yo'li bor. 3 dan 10 da ayringlar, nima bo'ldi? -7 chiqdimi? Tamom, manfiy bo'lmaydi deb turib 0 dan boshlaymiz deb qo'yasiz. Bo'ldi. Misol uchun ba'zi holatlarda kelamaydi, 13 olib bo'lsa, 13 dan 10 dan 3 bo'ladi, 3 dan boshlanib qoladi-da. Shuning uchun mana shu kichkinasidan ayiraverasiz buni. Faqat nima qilasiz akazi? Manfiy bo'lsa 0 dan boshlaymiz. Manfiy emas, musbat bo'lsa o'zidan boshlaymiz deb qo'ysangiz bo'laveradi. Tushunarlimi? Keyingi misolimiz median haqida misol 26. Medianani vazifasi, hurmatli o'quvchilar, mediana vazifasi teng bo'lishlik. Mana shu narsani esdan chiqarmaydi. Tushunarlimi? Bundan 2x teng 12 yu x teng 6 bo'ldi. Mediana shu xolos vazifasi. Uni nimasi yo'q. Mana bu yerda b edi, mana bu d edi, mana bu a edi, mana bu c edi. Shu narsa bor. Xo'p. Bundan keyingisi 30. O'rta chiziq. Mana teng bo'layotganini bildiryapti. 5 mayt 6 bo'lsa, mana tomon x bo'lsin, mana tomon y bo'lsin deyapti. Bu 5 bo'lsa, bu y bundan nima bo'ladi? 2 marta kattagancha y teng 10 bo'ladi. X esa 6 dan 2 marta kattasi 12 bo'ladi. Bizdan x plus y ni so'radi. 2 bo'ldi mana. Tushundinglarmi? Xo'p. Endi 38-misolga qaraydigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, 38-misolimizda balandlik tushirildi va mana burchakdagi o'zining tengligini ko'rsatib qo'yapti. Bu qachon teng bo'ladi? Asosiy burchaklar teng bo'lishligi. Faqat teng yonlikdan teng yonli burchakda asosga tushirilgan balandlik ham mediana vazifasiga keladi. Shuning uchun mana bu joyda 4x - 8 bilan 3x plus 6 ni, ya'ni bu asosdagi tomonlarni tenglaysiz. 4x - 8 dan 3x plus 6. X teng 14. Buni bu tomonga, buni bu tomonga olib o'tib qo'ydik. Tushunarlimi? Endi 39-misolga qaraymiz. 39-misol ham chunki hozirgi misolga to'g'ri kelib ketadi. Xo'p. o'n ikki o'n va x aka. X ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping deyapti. Bu yerda mana bu narsani beryapti. B, D, D, S ga teng. Mana bu ikkosi
o'zaro tengligini aytyapti, hurmatli o'quvchilar. Mana shunday e'tibor berasiz. Xo'p, endi keylab bitta ish qilamiz. Bayt A, bayt A, to'g'rimi? Men uchuvchilarni bu yoqqa ko'chiraman. Qanday ko'chiraman? Mana 11 lik davom ettirsam, xuddi shu chiziq bo'yicha. Bayt 11 lik davom etdi. Mana x ko'chadimi bunga? Chunki mana a 10 x, chunki bu burchak alfa bu ham teng vertikal burchakda qolishi kerak. Assalomu alaykum. Hozir aytib. Endi mana bu joyda nima bo'lib qoldi uchuvchilarimiz? Qaranglar. Uchuvchilarimizga e'tibor beringlar. Uchuvchilarimiz mana katta uchuvchilarimiz mana bu tomonimiz 20, bu tomonimiz 12, bu tomonimiz x bo'lgan uchuvchi bo'lib qoldimi? Endi uchuvchilar tensizlik qoidasiga ko'ra bu yig'indisi 32 dan kichik bo'lishi kerak. Ayrimasi 8 dan katta bo'lishi kerak. Bo'ldi mana. Tushundinglarmi? Oson yo'l tushundinglar? Hali mediana formulasini keltirishimiz aslan shunday edi. Qara endi. 46. Xo'p, x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping deb aytdim ekan. Xo'p, qaranglar. Mana bu o'zi qarang 90 gradusda tushgan chiziq, bu balandliklarda eng kichik chiziq bo'ladi. Undan ko'ra sal mana bu tomonga, ya'ni og'dirildi. Bu og'dirilgan chiziq kattaroq bo'ladi bunga nisbatan. Va yana bir narsani aytay. Bundan ham ko'ra og'dirilgan 11 chizig'imiz bor ekan. Demak, bu bundan ham katta bo'lishi kerak. Mana shu tensizliklar sistemasini yechib qo'ysangiz bo'ldi degan javobimiz. Buni bu tomonga olib o'tamiz, x ni bu tomonga olib o'tamiz. Ya'ni 4 ni olib o'tganimizda 2 ga 4 qo'shsak 6, x ni olib o'tsak 2x bo'ladi, bitta ayrilib ketdi, to'g'rimi? Chunki ayru bo'lib o'tadi-yu. Buni ham 11 ga 4 ni qo'shib yuborsak 3x kichik 15 bo'lib qoladi. Endi 2 ga bo'lib yuborsam x katta 3 dan, x kichik 5 dan. Ya'ni 3 va 5 oralikda ekan x'imiz degan. Tushunarlimi? Qiyinmas ekanmi? Xo'p, yaxshi, tushunarli bo'lsa, xo'p. Nima bo'ldi? Xo'p, bo'pti, bo'lsa vazifamiz shu 4-paragraf bo'ladi. Misolimiz xudo xolasa 4-paragrafda 66 ta ekan, qolgani iqtidorlilar uchun ekan. Iqtidorlilar uchun misollarni harakat ko'raverasizlar. Agar ishlamasalar, bundan xafa bo'lmaslar, kelaverasizlar. Rahmat.